İkinci bab. Ordu okulida. Peshayvonlik tövrüklari avorang sir bilan sirlangan keng o'qil binosi ozoda, pokiz edi. Ko'k va yeshil ranglik aynak qo'yilgan keng panjirlari o'tkir quyosh nurida yalt-yult qilatdi. Sinf ichida to'rdagi pasrak taxta supida, ko'rpa ustida salobatlik kiyingan, turqi kelangsiz, bomba soqol o'qituvchi rohib bodashqon qurib o'ltirib, oldidagi tagiga qo'yilgan Uyg'ur yezig'idagi cho'ng, qelin nomga qarab bolalarga so'zlamoqda. Tövanda gullik qelin yip bolasi ustida o'quvchilar qator tizilib bodashqon qurib o'ltirishadi. Her qatorda 8 dan bola. Hammasining oldida reyil. Onunga kichikroq kitoblar qo'yilgan edi. Oldingi qatorda sutuq va bir necha olibda kiyingan bolalar. Orqada Arslan, Elik. 3-qatorda Oydin, Yulduz va yana 2 qiz o'ltiradi. Uning birining kiyim-kechaklardan qaraganda xon jamiyatidagi bolalardan nomratligi bilinib turadi. Boshqa qatorlarda qiz o'g'il orlash o'ltirishadi. 5-qatorda oddiyroq kiyingan bir jup qiz yigit o'ltiradi. Yigit qonxorliq, chochlari bo'dra, qaramtul chiroy, qo'shimisi turk, qo'li qatmol, barmoqlarida qadoqlar bor edi. Buningdan uning nurg'un ig'ir jismoniy emgak qilganligi ko'rinib turadi. Qiz bo'lsa zilva bo'yliq, keng peshona, qonxorliq, qo'shimi qosh, mang'aylardan kichik o'rilgan sekilaklari sanqilab turadi. U kulgunchak qora ko'zlarini ozroq qisib, yenida o'ltirgan yigitga lap-lap qarab qo'yadi va cho'chigan boshkidek atrofga ko'z tashlab qo'yadi. O'qituvchi rohib Budda dinining ta'limotlaridan so'zlamoqda edi. Hayot kulfatlik ishdir. Kishi yana bir dunyodagi qutqi intilishi kerak. Nirvoniga o'tishga tirishish kerak. Bitmishga tan berish kerak. Bodhisattva ulug'. Dunyoda Bodhisattvadan ulug' va yuqorisi yo'q. Ulug' Bodhisattvaga tevinish har bir kishining oldingi ishi. Dunyodagi hamma yaralmishlar tangsiz bo'ladi. Uluslar, kishilar yuqori to'van bo'lingan bo'ladi. Tövallar yuqorilarga bosh egishi, yuqorilar buyurganni qilishi kerak. Tövallar yuqorilarga qarshi bo'lmasligi kerak. Bu Tangrining buyrug'i. Bodhisattvani ulug'lash, Bodhisattva ulug'lagan kishilarni ulug'lash kerak. Tangri boylarni boy qilib yaratgan. Qul dedeklarni namrat qilib yaratgan. O'quvchilar ko'p takrorlangan bu diniy ta'limni diqqatsizlik bilan anglamoqda. Bolalarning go'ylari xush, go'ylari nagola, go'ylari xafa. Qo'shimi qosh qiz qo'l dedek so'zini anglaganda qo'liga yengni sanjib olgandek cho'chib ketdi va tarini turib o'qituvchi rohibga qaradi. Uni titrak bosdi. Keyin o'qituvchi rohib shu topda uningga go'yo o'zining quldor xo'jayini bo'lib ko'rindi. Quldor ko'zlarini olaytib, changallarini ichib, qizga xiris qilib kelmoqda. Ana, quldorning ishkiri tashqiri ho'ylisi. Qamchi tutgan bir oqlanchi qizni cho'ng ayvonga ishtiribdi. Qiz
osta beshini ko'tarib ayvon to'ridagi takchida bodashqon qurib kulimsirab o'ltirgan Bo'tsatvoga qaradi va qo'llarini so'zg'ancha tizilib mangdi. Ishkirki uydan "Oy dedak!" degan ovoz chiqdi. Lekin bu ovoz qizning quloqiga kirmadi. Qiz qandoqdir bir ro'yi ta'sirat bilan Bo'tsatvoning oldida tizilib o'ltirdi va uningdan erkinlik quttilaydi. U ichida bir nimalarni deb pichirlaydi. Ko'zlaridan yomg'irdak yosh quyiladi. Bo'tsatvo, meni ozod qilgin. Ya jinimni olgin. Jinimda qiynalib ketdi. deydi pichirlab. Keyin uning ko'z oldida qo'rqinchli ahvol paydo bo'ldi. Qora tutak ichida Bo'tsatvo osta harakatga keldi. Ikki qo'li qizg'a so'zilgan. Yo'g'on og'zi sad echilgan Bo'tsatvo o'ltirgan peti varqirab qiz yoqqa surilib kelmoqda. Uyda dahshatli ovoz ko'tarildi. Qiz qattiq qo'rqib ketdi va varqirganicha ikki qo'li bilan ko'zini etib yerga yiqildi. Ishkirki uydan yana "Oy dedak!" deb qattiq varqirgan ovoz anglandi. Qiz cho'chib ketdi. U ko'zini ocha ochmayla bir changal uning chechidan qamab tutib ishkirga so'radi. Qiz so'rilib ishdan kirib ketib borganicha oralliqda orqasiga bir qargan edi, qo'llarini egiz ko'tarib varqirayotgan Bo'tsatvoni ko'rdi. Yerda do'milab yotgan qiz qattiq urilgan qamchining zarbasi bilan ko'zini ming tasikda ozroq ichib, oldida kerilib turgan o'tiklik ikki putni ko'rdi. U asta beshini ko'tardi. Beshida Bo'tsatvoning sad, qo'rqinchli uzun soqol, ko'mshar burun, yo'g'on qursoq qo'ldor qo'llarini beliga tirab o'miyib turadi. Qiz beshi ustida ko'tarilgan qamchini ko'ribla qo'llari bilan ko'zini etib oldi. Keyin voy-voylab yerda do'miladi. "Qaysin ba?" deb varqirdi qo'ldor. "Xo'sh" deginicha bir sikirdi. Qo'ldor uning qo'li bilan qizni ko'rsatib turib, "Ab chiqib" degan ma'noda sharat qildi. Xizmatchi o'zsiz yotgan jonni qo'l putlarini sangiltib ko'tarib ab chiqib ketdi. Qiz yerim qorong'u bir uy ichida, poxol ustida o'shiga keldi. Qarog'udak bo'lsa, baslik, qaramtul, budur chochliq bir yigit uning beshini tizig'i elib, silab o'ltiribdi. Qiz rahmat ifodasida yigitning qo'lini ching siqdi. U beqinini birsining jaynaklayotganini to'yib, esini yig'di. Rostdan u birsining qo'lini ching siqayotganligini sezdi. Cho'chib ikki tarafiga qarasa, bu o'qol. Yenidagi yigit uningga ko'limsirab qarab o'ltiribdi. Qiz butun badanining shurridi qilgandek bo'lganligini sezdi. Yigit qizni darsga qarang degandek qilib, o'qituvchi yoqqa imlab qo'ydi. O'qituvchi yana bir nimalarni deb so'zlayotdi. Tangri damdu, Bo'tsatvo damdu, boy ulug', nomrod past damdu, ishqilib uning so'zlari qizning quloqiga kirmaydi. U oldingi qatorda o'ltirgan Sutiqni orqasidan ko'rdi. Keyin uning chiroyida xushallik ifodalari ko'rindi. U kulimsiradi-da yana xayolga ketdi. Qashqar O'rdi kent bozori qaynagan. Tixmi odamlar, mig'mig' to'ga eshaklar, harbilar, qator o'ltirishgan yoymachilar va xaridor taklif qiluvchilarning ovozi atrofni qoplagan.
Ana, qo'l bozori. Ko'cha chetidagi bir supida ayol, o'g'il qiz qo'l, ko'ng dedaklar ruhsiz, radsiz turmoqda. Erlarning qo'llari oldiga qaritib bog'lanib chetilgan. Ayollarning bo'lsa, qildan eshilgan og'amcha halqisiga qo'l beg'ishlari o'tkazilgan. Madarsiz, yerim yalang'och bu qo'llar echinishliq holda turishmoqda va qo'rqish, andikish bilan atrofga talmirmoqda. Ularning orasida qaramto'l bir yigit bilan qo'shma qosh qiz yonda tik turibdi. Qiz o'ylamoqda. Kim setib olar? Başlarımızda yana qandoq qamchi to'qmoqlar o'ynar ekan. Setib bilib erkin qilib o'tadigan biror mard kishi chiqib qolamdikin. Yo'q, bu qandoq mumkin bo'lsin? Ish qilib mush yigitdan ayrilmasam bo'ladi. Qo'llar tizilgan kam supuni kishilar o'rib olgan. Goyilari odatdagi tomoshachilar. Goyilari bo'lsa, qo'llarga ich og'irtib, ichidan tinib qo'yadi. Bir necha boy supaga chiqib, qo'llarni ko'rishga boshladi. Birisi qiz bilan yigitning oldiga kelib qarab, yigitning maydisiga mushlab qo'ydi. Qizning engigini qamchisi bilan ko'tarib, o'ng-so'l qarab, rozi bo'lgandek kulimsirdi va qo'llarini maqtayotgan setiqchilarga qarab tovladi. Ay! Mau qullar kimning? Qamchi bilan bir jup qo'l ko'ngni ko'rsatdi u. Mana boy, men keldim. Qo'l bozorining yinidagi ko'tirma taxtay supida o'ltirib choy ichayotgan qo'l bediklarining orasidan egiz bo'y, qatang'ur, ko'zi bir bedik yugurib keldi. Qani ko'rsizlar boy. Bularning hammasi sizlarga oltin kumush davlat beradigan azimat ko'ng va guldak nozik dedaklar. Mana qarasizlar. Boy uning maqtashlariga eran qilmay yigit bilan qizga qarab turardi. Bahos nech bo'l? So'radi boy bedikning so'zini bilib. Ko'ngning bahasi 1500 tanga. Bedik yigitning quvvatlik yalang'och murisiga paxshitib urib qo'ydi. Sizlar buni setilish bilan yo'qotadiganlari 1500 tanga. Lekin ko'ng bunchilik boylikni nerisi bir yil, berisi 8-9 oyda to'liq yoritib beralaydi. Ondan butun umri hayiniga qoladi. U yana og'zi besilmay so'zliginicha qizning yiniga keldi va atrofga o'lishib olgan qo'l olg'uchi, sotquchi va boshqa tomosha ko'rguvchilarga bir qarab yetib, teqimi azvaylab so'zlashga boshladi. Mana bu oyga o'xshaydigan dedakning bahosimi arzon. 2000 tanga. O sizlarga kashkichi ishlab beradi. Axshimi atilari naqshi aytib beradi. Uning ovozi sandilashdimi suzuk va jarangliq. U usulni o'ynab beralaydi. Uning harakatlari bulutdek yenik, mimishlari kiyikdek chaqqan. Uning jamoli bilan sizlar kechalari uylarga bir o'tqashni kam yoqila, Xeridor boyning sho'lgaylari eqib, yigit bilan qizga echirqab qarab turardi. U oti bovisidan tortib, qo'ldor bo'lganlikdan bedikning maqtashlarini yigit bilan qizning bastada, rangi ro'yida ko'rib turardi. Boyning bu holati bedikning yana bir oshpishim vaqtgacha maqtashiga sababchi bo'ldi. Bedik oxiri boyni o'zlarining sodisi ustiga qaytirdi. Qani, pullarni sanamamlar boy. Bahosi bak ustun, dedi boy bir hozirdan keyin esiga kelib. Sen bir kun bilan bir dedakka 10 qo'lning bahosini so'rayotsan. Sizlarda qo'l ishlatib, qo'l ilib odatlangan boy uchun bu baho ustun emas. Bu qo'llar o'zimning bo'lsa edi, har biriga 100 qo'lning bahosini qo'yib sotatdim. Men degan baho qo'l egisining qo'yib bergini. Menga texi oz to'la choy puli berala. Boy har qancha qiziqqan bo'lsa-mu,
bahoni ustun ko'rdi. Ikkisi 2000 tenge. Sizlar qo'l olmaydi ekanlar. Men sizlarni qo'lning ko'zini biladi deb o'ylagan ekanman. Bo'pti. Sening choy puling qo'shilib 2200 bo'lsin. dedi boy balbig'ini bo'shatqach. Kim bo'la boy? U boyning yigit bilan qizga yeris bo'lib qolganligini ko'rib, o'z tajribasi bo'yicha uning jazman oladiganligiga ishonch bog'ladi va yana hunarini ishga soldi. Bu ko'ngning bilaklarini ko'rsalar boy. dedi u yigitning jaynikidan ko'tirib, yigitning bejirim, muskullari ching bilikni ko'rsatib. Bu 10 qo'lning kuchiga teng keladigan quvvatli qo'llar. U yigitning jaynikini qo'yib o'tib, qizning yeniga keldi. Bu qizcha. Bu texi shunchalik kichikki, uning to'liq yetilishi sizlarning qo'llari bilan ishga oshqisi. Bedik maqtishini isbotlash uchun Helimu at jonini oron yepib turgan ko'nglakning murisidan shartdida tortib, qizning beligacha yertibdi. Mana, buning ko'kligiga qarasizlar. U davomli so'zlay olmadi. Qizning dahshatlik chirqirab, zo'ngzib o'ltirib olishi bilan Bedikning engiga qarz qilib bir pashvo tegdi. Bu pashvoni yigit otgan bo'lib, Bedik mudirishdan o'zini tutolmayotganda uning ikkinchi pashvosi kelib tegdi. Bedik og'zi burnidan eqiyotgan qonni chachiratganicha supidan do'milab tushib ketdi. Yigit bilan qizni setib olmoqchi bo'lgan boy hammadan boldir cho'chib varqiravatdi va pul qoltisini balbig'iga bekitib, kayniga yondida Bular qip-qizil to'planchilar ekan-ku, olmayman. Atrofdan qiy-chuv chiqib ketdi. Bedik bu chog'da o'rnidan turib, o'zining xizmatchilariga va quldorning bu yerdagi qullarni nazorat qilishga qo'yib qo'ygan odamlarga varqiradi. Mavi ikkisini adablanglar, jazosini beringlar. Qiz bu vaqtgacha ko'ngligining yirtiqini neri-beri chigib, ko'kligini to'sib bo'lgan edi. Yigit bo'lsa, g'azab bilan qo'l Bediklarga ho'miyib qarab turadi. Ikki qulning harakati quldorlarning arvoyini uchirgan edi. Shu topda qul bozoridagi setilmoqchi bo'lgan cho'ng kichik qullarning hammasi harakatga kelib qolgan edi. Buni ko'rgan qul bozorining nazoratchilari cho'chib ketdi va kaltakchilarni chaqirishdi. Qul bozorida o'ri to'pi boshlandi. Bugun bu yerda bir necha qul va didakning boshlari kesilishi, bir muncha qo'l oyoqlar nokar bo'lishi qosh bilan kirpik orasida turadi. 7-8 da kaltakchilar boyqi yigit bilan qizga tashlangan edi. Biroq shu chog'da hech kim to'sa olmaydigan nog'ri bilan so'nay ovozi yaqinlashib keldi. Nog'rining urilish ritmi bilan so'naydan chiqayotgan ohang bu yerga Qaraxon tekillar kelayotganligini bildiradi. O'rda kentda sutuqdan iborat tekin unvonliq birlik xon o'g'il borligini cho'ng kichik hamma kishi biladi. Xalqlar cho'chib orqalariga qarashdi. Ko'chada bo'z arg'amoqliq, sumbotliq bir yigit paydo bo'ldi. Uning yonida qo'ldoshi va orqasida o'xshash kiyingan 10 ga yaqin yigiti bor edi. U supa atrofiga to'plashgan kishilarga qaradi-da, o'ynoqlab turgan arg'amoqning tizginini tortib to'xtadi va beshini egib, yenidagi qo'ldoshidan bir nimani so'ragandek qildi. Qo'ldoshidan javob olgandan keyin supa tarafga keldi. Kishilar yo'l bo'shatdi. Hurmat bildirdi. Bu yerdagi nima olni to'plang bu? So'radi bo'z arg'amoqlik yigitning yenidagi tambal yigit. Supa ustidagi kaltakchilar bosh egib jim turishadi. Qo'l bozori nazoratchilaridan biri kelib, qo'lini juplab peshonasiga tekkizib, tez cho'kdi-da, bu yerda bo'lib o'tgan ishni qisqacha so'zlab berdi. Pas, ishplas qullar tabiqasiga ibrat qilish. Bundan keyin bunday to'plan qilishning oldini olish uchun bugun mushu bozorda bu ikkisining beshini kesib tashlamoqchi edik. O'zlari shu patparaqchilik ustiga kelib qollar. Qo'ldorlar
qo'llarni ilib satquchilar, bediklar va shu atrofda turgan xaloyiq bo'z arg'umoqliq xon o'g'ilning nima deb ifoda bildirishiga qarab, boshlarini akkanicha jim turishatdi. Qullar bo'lsa, an'anaga muvofiq yerga cho'kib, tizlanib o'ltirishatdi. Heyliqi yigit bilan qiz bo'lsa, turqinimi buzmay, chiroyinimi o'zgartmay, olli qayerlarga qarag'inicha ho'miyib turatdi. Ularning kuch jasorat urg'ib teshib turgan bastilaridan hech nimadan qo'rqmaydiganligini, o'tkir ko'zlardan hech nimaga pisand qilmaydiganligini ko'rgili bo'ladi. Qaraganda ular o'zlarini qandoqlik qilgani bilan hamon o'lim kutib turayotganligini, yolvorish, tez cho'kish bilan hech qandoq nijotlikka erisha olmaydiganligini o'ylagan bo'lsa kerak. Bo'z arg'umoqliq xon o'g'il oldida pukilib o'ltirgan qulbozori nazoratchisidan ko'zini ilib, yigit bilan qizga chandurmay zo'qlanib qaradi-da, qamchi dastisini silkib qo'ydi. Bu turishga berilgan ijozat edi. Qulbozori nazoratchisi o'rnidan turishig'ila boshqalarmi beshini ko'tirishdi. Qullarga texi o'ri bo'lishga ruxsat qilinmaydi. Shunga ular beshini yerga qo'yg'inicha dumchiyib o'ltirishadi. Kaltakchilar qiz bilan yigitni dislab yukindirishga urindi. Biroq u ishkaylan jaynaklari bilan ishtirib, tizir bilan tepchaklab bo'yin bermaydi. Ularga tig' selish, kaltak ishlatish tamoman mumkin bo'ladigan ish bo'lsa-mu, oldilarida xon o'g'il turgan chaqda ijozatsiz harakat qilish kaltakchilarning haddi emas edi. Bu ikki pas qo'lni meni tushkunimga elib beringlar, deb buyurdi xon o'g'il qul bozori nazoratchisiga. U shundoq deb o'tib turib, yigit bilan qizga yana bir qitim zo'qlanib qarab oldi. Bundaq avot bozorda xalq oldida qo'l qiynini purtib yurgichiligi yo'q. Men ularga xalq varisiga ta'zim qilmaslikning oqibatini ko'rsatib qo'yman. Bosh ustiga deb qulluq bildirdi nazoratchi va kaltakchilarga ishorat qildi. Kaltakchilar yigit bilan qizni do'shkalab, ishtirib bir pastila top ichidan ilib chiqib ketdi. Xon o'g'il shundan keyinla qamchi dastasi bilan qo'l bozori nazoratchisini emlab chaqirdi. Nazoratchi uzun chopinining peshiga putlashib yugurib keldi-da, bo'z arg'umoqning yeniga kelib, egilib turdi. Qullarga bak qattiq muomala qilinmasin. Ularga qilingan har bir qattiqlik ularning jinini tikib qo'yishiga sababchi bo'ladi. Qon to'kish bizning nirvanaga o'tishimizga to'salg'i bo'ladi. Bildingizmi? Amitabha, dedi nazoratchi qo'l olqalarini bir-biriga chaplab peshonasiga tekkizib. Amitabha, deyishdi hammaylan nazoratchining harakatini takrorlab. Shuningdan keyinla xon o'g'il qamchi dastasi orqali mingish kerakligini bildirdi. Top harakatga kelib yo'l boshatdi. Oldin yurar nag'irchi va so'noychi boshlab qadam tashladi. Xon o'g'ilning hamrohlari yurib ketishdi. Xaloyiq hayron qilishqinicha turib qoldi. Xon o'g'ilning bayodinqi harakatlari g'alati edi. Uning so'zlaridan qarshilik qilgan heliqi ikki qo'lni qattiq jazolaydigandek ma'no chiqqani bilan ularning jini omon qolganligiga hech kim gumon qilmaydi. Qaraxon vorisi hisoblangan xon o'g'ilga qarshi bir narsa deyishga petinolmagan qo'ldorlar, ilib satarlar va bediklar chiroyidan chandurmaganda qilg'ini bilan tishlarini g'o'jirlatganicha qilishdi. Xon o'g'il tushkuniga yetib kelganda kaltakchilar ikki qo'lni mo'tab, qarmab tutib turishadi. Xon o'g'il qovuq chiriklarga ishorat qildi. Ular yo'l bo'shatishdi. Hammaylan ishkiri kirgandan keyinla xon o'g'il kaltakchilarga "Sizlar qaytinglar", deb buyurdi. Ondan o'zi boshlab otdan tushib, yigitning oldiga kelib so'radi. "Yigit, iting nima?"
Yigit xon o'g'ilni burun anglagan bilan o'zini ko'rmagan edi. Boyatimdan beri surlik, hayvatli ko'rinadigan bu yigitning gap so'zi muloyim ekanligini ko'rib, yuragi tinchib qolgan edi. Shundaqdimi u bosh ustidagi ajal qushi uchib ketmidi deb tonidimi nima? Qo'pollik bilan. Etim qilich. Ohoy, qolsa iting bakango. Qachondan beri qilsan? 10 yildan beri. Qaysi urug'din sen? Uyg'urman, dedi qilich va ochiq bilan qo'shib qo'ydi. Kucharliq. Xon o'g'il qilichga boshdan oyoq bir qarab etib, qizg'i burildi. Sening iting nima? Qunduz. dedi qiz va qilichga qarab qo'ydi. Sizlar qarindoshmi? Yigit bilan qiz bir-biriga qarab qo'ydi-da, savolga javob bermay, ikkilisi tang'i yerga qaradi. Xon o'g'il bir narsani tushungandek miyiqida kulimsirab qo'ydi. Sizlarni bosh qildim. Batur ekansizlar. Erkin yashanglar. Xohlasanglar, nega ketsanglarmi mayli. Qarxoniylar tuproqining har qanday yeriga borsanglar, hech kim chiqila olmaydigan putib beraman. Yigit bilan qiz bir pas hong yiqib, og'zini ochqinicha turib qelishdi. Ondan putishib olgandek tangla xon o'g'ilning oyog'iga tashlandi-da, ko'z yoshlarini oqqizib minnatdorlik bildirishdi. Kerak emas. Baturning qayashi. Urug'da men xon o'g'li bo'lsam-mo, Baturlikda sizlar bilan do'st bo'lishni xohlayman. Bizga madad bergan xon o'g'ilga Burxon kishi to'ri bergay. Bizni yenimizga ilib qiling bekach, dedi qilich iltijo bilan. Xon o'g'il yenidagi hamrohlariga qaradi. Salopatlik yigit Arslan beshini ma'nilik bilan ishitdi. Xon o'g'il qat'iylik bilan: Bo'pti, qilinglar. Tangrining rahmatini tang ko'rayli. Qiz sutning kaynidan yana bir hazo zo'qlanib qaragandan keyin yenidagi qilichqa ko'zining quyruqida sap soldi. Qilichmi qunduzga o'xshash xiyollardimikin yoki qizning xon o'g'ilga qarab qolganini og'zida so'z bilan aytib tugatkili bo'lmaydigan minnatdorlikning ko'z bilan davomli ifoda qilinishi deb tonidimikin, bilinar-bilinmas ko'z harakati bilan sutni ishora qilib kulimsirab qo'ydi. Qunduzmi bilinarlik kulimsirab yana oldiga qaradi. O'qituvchi royibning ovozi qizning xiyolini buzdi. U pas, bo'g'iq ovoz bilan choq egirgandek chiqadigan ovozga o'xshash so'zlamakda edi. Mana mahayanalar uchun oliy bilingan o'zidan o'zini qutuldirish usuli. Ang dastlab o'ttirg'i chiqqan Butsatvaning murtlari bo'lgan xinoyalarninki bilan o'pmi o'xshash. Sidqat xaga utama ta'lim berganidek, jonliqlarning hammasi normalsiz, o'zidan tashqari hamda azob ichida bo'ladi. Bu yerdagi azobning sababchisi borliqdan halqagan boqiylikda emas. Shundaqla bizni qo'rshab turgan atrofdagi jonliq yoki jonsizlar tarafidan kelmaydi. Buning sababchisi shuki, u har bir kishining o'zida bor bo'lgan sezgi bilan harakatdan iborat. Hammaydanki aniqki, sezgi deganimiz ochlik, holsizlik, kasallik qatorli qayg'udan tashkil topadi. Harakat deganimiz bizning badan, ig'iz, tafakkurimizdir. Ya'ni badanimiz harakat qilish jarayonida yoki gunohga yoki izgiga boshlaydi. Ig'izimizmi o'xshashli gunoh yoki izgiga tavba so'zlarni qiladi. Bundaq ekan, tafakkurimizmi yo uningga
ya bununga tava bo'ladi. Mana shuning natijasida yashash bilan o'lim mangu olmishib turadigan natijaga ilib boradi. Hayotlikdagi yaxshilik bilan yomonlik o'lgandan keyin yana bir qitim qayta to'rilishda boy yoki yo'qsul, qul yoki quldor bo'lib umr kechirishning bevosita sababchisi bo'ladi. Mushu ma'nidan olganda hayotlikdagi azob uqubatdan o'zini qutqizishning birdan bir yo'li bormi yo'q? O, albatta bor. Mana biz bir oydan beri o'rganayotgan Buddha Gotra Shastra nomli Buddha nomining to'rilishning ayrilishi qismida obdan javob berilgan. Savol so'rashga bo'lamdi, dedi yosh chechen bir o'quvchi. O'qituvchi rohib takiya ustidagi qilin nomdan ko'zini ilib, savol berishni talab qilgan o'quvchiga qilin qoshlari tegidan norozilik bilan nazar tashladi. Bu ordu o'quli bo'lg'achqa o'qiyotganlar xon jamatlari, ordu xodimlarining bolalari yoki ordu alayda ruxsat qilgan bolalar edi. Rohibning bilim berish vazifasi bo'lib, tanbih berish, sirtdagi o'quldagidek urush, tillashga ruxsat qilinmaydi. Shunga u xafa bo'lgan bo'lsa-mu, damallikqa chechilmay qo'pol ovozda: "Ha, nima demoqchi eding, ilik?" deb so'radi. "Men xildan buyon so'ray dedim." dedi ilik ikki chetidagi bolalarga mu takchi nazar silib, ko'zini oxirida o'qituvchi rohibga tikib. Izgu, sezgu va harakatda bo'lgan yo'qsullar, qullar qayta to'rilishda boy bo'lib yaralsa, buning isboti bormi? Bu aqidaning barliq yaralmishlar tangsiz bo'ldi degan hukm bilan ro'bro kelib qilishi mumkinmi, ustoz? Bu to'g'riliq, isbot, hukm. Harakatdagi izgulik tafakkurdimi bo'lishi lozim. Bir nomrod yo'qsul yoki bir past qul, tan, eg'iz orqaliq boy quldor uchun har qancha izgu harakatda bo'lganligi yoki bo'ladiganligini ko'rsatgani bilanmi o'y fikrida teriqchilik norozi bo'ladi ekan. U qayta to'ralmishda baribir yo'qsul yoki qul bo'lib qilaveradi. Ilik miyqida kulib qo'yib: Agar boy bilan quldor yo'qsul bilan qulni nohaq ursa, o'ltirishchi. Nohaq uradigan ish bo'lmaydi. Qul deganning hamon gunohi bo'ladi. Undaq gunohi bo'lmasa, bundaq gunohi bor. Men o'ylaymanki, quldor biror qitim urmay nasihat qilsin bo'ladigan ishga ursa, ursimi bo'ladigan ishga o'ltirsa, uning izgi harakatdan chiqib ketganligi hisoblanamdi yo'q. Nima uchun quldorning hamma holati izgi, qulning bo'lsa gunoh sanaladi? O'quvchi bolalarning ko'pchiligi jiddilashib bir ilikka, bir o'qituvchi rohibga qarab qoldi. Bu yerdagi arslon, qilich va qunduzlar putishib olgandek tangli sutuqqa qarashdi. Sutuq bo'lsa, o'qituvchi rohib nima deydi ekan degandek lavlarini yemirib o'qituvchi rohibga qarab o'ltiradi. Sen nima demoqchisan? Sen savoqning ichidagi gapni qil. Men so'zlagan hukmlar Tangrining taqdirida kishilarning peshonasiga putgini. Sening so'zlaring Tangri hukmiga, bu sotvoning ta'limlariga til takkizganlik bo'ladi. O'qituvchi rohib qo'lidagi qo'sh torshini g'azab bilan yerga urdi. Men Tangrigimi bu sotvog'im til takkizganim yo'q. Men o'qilda so'zlangan o'g'ratmalar nima uchun kishilar turmushida yo'q da'vataman. Agar biz boy yoritilgan, yo'qsullar yo'qsul yoritilgan, ular boylog'i tillisimi, ursimi cho'qim bo'ysunishlar kerak. Ko'nglida qarshilik bo'lmasligi kerak desak, izgi degan narsa naketdi. Bu kunlarda boylar, quldorlar yo'qsullarni, qullarni o'z maylicha o'ltirdi. Bozorlarda ishakka o'xshash sotadi.
Qulga kaltak teksa, sana nima dast ketdi, ha? Sen qulning bolasimidan ya? Akavurning kaynidagi qatorda o'ltirgan bir bola uningga qo'shilib toza kulgili turgan edi. Sutuqning tikilgan surlik ko'zini ko'rib qilib, darhol og'zini yumib, beshini ichiga tiqdi. Akavur azvay dedi. Mana, mening dadamning mingpatmanlab yeri bor. Qo'llar bo'lsa hisobsiz. Agar ular yavaşlik qilmasa, dadamning qilichi shart qilib qinidan chiqadi, bildingmi? U qilishni qinidan chiqargandek harakat qildi. Shu mingpatman yerini qul termisa, sana nadindan keladi? Tayyor nonni yeysan o, yana shu nonni tayyorlab bergan kishilarni dumbalaysan, o'ltirsan. Tayyor non yeydigan kim? Sen otamga til tekkizmoqchi bo'ldingmi, texi? Otam o'rdada nima ish qiladi, bilamsan, ha? Akavur qo'pib bilaklarini shimoyladi va tayyorliksiz turgan ilikning yoqsidan tutib mo'shtini ko'tardi. U uralmadi. Burilib, beg'ishidan ching tutib, g'azab bilan tikilib turgan Sutuqning ko'zlarini ko'rdi. "Xon o'g'il", dedi u terikib Sutuqqa. "Siz mushu tog' orqasidan kelgan bir yaqi yurtliq yalangto'shni mendan katta ko'rdingizmi?" U qo'lini bo'shatmoq bo'ldi. Lekin Sutuqning qo'lida omburda qisilgan qo'li borgan sir qattiq og'ridi. "Voyjon, voy qo'lim, voyjon!" Sutuq Akavurning qo'lini toza qattiq bir qisib kayniga ishtirib etdi. Akavur bo'shagan qo'l beg'ishini o'g'lab yerga yiqildi. O'qituvchi rohib kitobini yig'ishtirdi-da, reyi bilan qo'shib qo'ltiqlab tikib etdi. O'qilning ichida jiddiylik paydo bo'ldi. Orqada o'ltirgan hiliqi xushamatchi bola hammaning orqaga o'tib, bolalarning kayniga mo'kib oldi. Bolalar o'ri to'pi bo'lishib, varang-churang ko'tirishdi. O'qildoshlar, ilikning so'zlarini o'ylab baqsaq bo'ladi. Bu bir bilikda. Mavo Batur yigit, bizning yaqin odishimiz. U xushallik bilan ilikning yon tarafidan bir qo'li bilan quchoqladi. Rost gap, ilik bizning odishimiz. Ilik puhralarning odishi, hammamizning odishi. Bolalar orqasiga burilib, keyingi jarangliq ovoz chiqqan tarafga qarab edi, Qunduz ikki qo'li bilan yuzini to'sib oldi. Buningga qarab hammaylan kulib etishdi. Mana Batur qiz, dedi Sutuq o'ng qo'lining boshmaltiqini chiqarib. Biz ilik yigitdek, Qunduz qizdek Batur bo'layli. Mav qul so'ydigan pokanchilarning adibini berayli. Bolalar ruhlanib kulishdi. Akavur o'rnidan qo'pib, chopinni qiqib, bir nima demoqchi bo'lib qo'lini ko'targan edi. Sutuqning tikilib qarab turganini ko'rib, asta qo'lini tushirdi. Ondan u bo'g'tisini elib, beshini egib, asta chiqib ketdi. Bolalar uning orqasidan qiqas silib kulishdi. Endi bolalar bilgi tekinga qarab savoq olmoqda. Sutuq va uning odashlari o'quldagi ustozlari ichida hammadan bak bilgi tekinni hurmatlaydi. Uning so'zini ko'ngil qo'yib anglaydi. "Bizning o'qishdan maqsadimiz nima?" dedi o'qituvchi bilgi tekin chor soqollarini silab va talpikini yerga ilib qo'yib davom qildi. "Bilgi o'rganish, biliklik bo'lib, al uchun yaxshi ishlarni qilish." Qilish bilan Qunduz o'qituvchining so'zlarini anglagan siri hayajonlanmoqda. Ilik qo'liqiga qistirilgan qumush qalamni do'vatga potirib, oldirab daftariga bitmoqda. O'qituvchi cho'chakdan bir yutum choy o'tladi va o'rnidan qo'zg'alib qo'yib davom qildi. "Bilgi degan cheksiz keng va cho'nqur narsa. Bilgan siri bilgining ish boradi. Bilik o'rganish uchun jigarlik bo'lish va ko'ngil qo'yish kerak. Bilik aldamchini yoqtirmaydi." Sutuq ilik qarab qo'ydi. Ilik to'g'ri degandek beshini lang'ishdi. Eliqa Akavur bo'lsa,
asnab atrofiga qaraydi. Uning orqasidagi do'sti kayni-kaynidan og'ziga guli silib, kolpikini satlashtirib chaynamoqda. O'qituvchi davom qilmoqda. Dunyoda bilikjiq. Barliqini o'rganib olmaysan. Birini, ikkini, uchni o'rgangin. Birini puxta o'rgansang va uni ishlatishni bilsang bo'lg'ini. U bir oz to'xtab olib davom qildi. Ota-bovlarimizning besib o'tgan yo'llarini o'rganish kerak. Boshqa uluslar besib o'tgan yo'llarni o'rganish kerak. Ajoning tunugini bilan bugunini bilish kerak. Bu bilikni arablar tarix deb ataydi. O'z ulusining o'tmishdagi ishlarini bilmasang, bugungi ishlarini bilmaysan. Ulusqa obdan ish qilib berolmaysan. O'qituvchi bir oz turib oldi. Tushundimikin degandek bolalarga bir qarab chiqdi va so'zini davom qildi. Bizning ota-bovlarimizning tarixi uzoq. Ular o'z tarixida hech kimga bo'zak bo'lmagan. Buningdan 500 yillar burungi turk haqonligi ko'plagan qayrindosh uluslardan tarkib topgan. Bizning Uyg'ur, qorliq uluslarimiz uning tub gavdisi bo'lgan. Biz Uyg'urlarning nayta burulla o'z elimiz, haqonimiz bor edi. Amdilikda Uyg'ur to'rik bo'lgan, boshqa ko'plagan uluslar bilan birlashgan yangi xalq borliq keldi. Buni chat yoqlarda qaraxoniylar deb atashmoqda. Hozir biz o'qib turgan yeziq. O'qituvchi oldidagi kitobni qo'liga ilib bolalarga ko'rsatdi. Biz Uyg'urlarning yeziqi. Buningdan 1000 va 1500 yillar burunla O'rxon yeziqi deb atiladigan yeziqimiz bor edi. Shu yeziqda bitligan bitiklar, aslimalar bor. Bu yaqin yillardan buyon ko'plab bitiklar borliq kelmoqda. Ustoz Bilgi Tekin tarixdan uzoq so'zladi. Mugdab o'ltirgan 1-2 bolani hisobga olmaganda, bolalar Stuq, Ilik, Oristonlar hayajonlanadi. Bilgi Tekin sovuqini tugitib, kitoblarni yig'ishtirdi. Stuq Ilikning oldidagi qog'ozni ilib, muni 4likni o'qidi. Tarixning batlaridan bo'ldi ayon. Bovlar o'tmishi ro'shan bayon. Qilishlar qallarda so'g'rilgan biroq, bitilgan toshlarga mangulik armon. Buni kim tutdi? Ilik. Balli, o'g'lim Ilik. Yaraysan. Sening mushu qo'shig'ingning o'zimi bir qutlug' bitik. Bolalar xushal bo'lishib chavak chelishdi. Ustoz o'rnidan turdi.